Hammaga privet. Bugun sizlar bilan Get Ready With Me o'rtoqlarimni tug'ilgan kuniga. Keyin ko'rsataman menda qanaqa turishini. Makiyajga keladigan bo'lsak, men o'zimga lёгкий nude qilmoqchiman. Makiyajdan oldin men yuzimni уже tayyorlab bo'ldim. Ko'plar kommentariyada o'zbekcha gapir, ruscha bilan aralashtirma deyshadi. To'g'risi, meni blogim izначально rus tilida bo'ldi, lekin ko'plar menga o'zbek tilida ham oling deyishganiga men aytganman, men o'zbek tilida unaqa kuchli emasman, поэтому qo'limdan kelgancha, конечно, olaman. Menda ozgina yuzimda qizarishlar bor, поэтому unga ahamiyat bermaysizlar. Bugun menga ozgina плотный makiyaj kerak. Поэтому mashitga konsiler suraman. Qizarishlarimga Love Generation konsileri 01 ottенок. Mana bugun ikkita o'rtog'imda tug'ilgan kun. Birinchi bob 3 dan 6 gacha bor, keyin ikkinchi o'rtog'imniki 6 dan 9 gacha. Skulptor. Mana shunaqa serovатый, холодный rang bo'lishi kerak, muzdek rang. Muzdek rangmi? To'g'ri aytdimmi? Mana shu правильный teng beradi. Teng nima edi? Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana shu soyali meniki emas. Men shuni skulptor bilan qildim. Qo'limga olib, bu yoqqa unga yetmagan joylarga qo'shib ketaman. Endi qoshimizga o'tamiz. Menda вообще qosh yo'q. To'g'ri forma berishimiz kerak. Chestno, menda qoshga qalam yo'q. O'shanga men eski paletkamdek ranglarni ishlataman. Men buni qachon olganman, lekin buni ranglari prям идеальный. Gal qoshim rosa g'alati chiqdi. Уже настроением yo'q вообще. Men вообще vizajist emasman. Men просто xohlaganimcha bo'ynaman. Поэтому menga g'alati ekan u yoq-bu yoqda yozib o'tirmaylar. Meni o'zimga ham yoqmayapti. Pudrani qo'lga olaman. Bu yoqda mashta. O'zim meni yuzim dum-dumaloq, поэтому skul menda o'xshamaydi. O'shanga mana shunaqa korreksiya bilan pudrada shunaqa qildirib olaman. Vizualni как будто skulim bor. Mana qaranglar. Mana самом деле hech narsa yo'q. Rus tilida mana shuni opticheskiy yapman deyshadi. Qizlar, короче, eshitdinglar, lifehack. Mana shunaqa tushdan bo'lib qoladi-yu. Qanaqa qilib tonalniy sredstvani buzmasdan mana shu qoralarni qilib tashlasa bo'ladi. Tushingiz qotish kerak. Keyin qotgandan keyin mana bu qoshni to'g'rilaydigan kistichka bilan bunaqa qilib tashlaymiz. Deydi men qaraylar. Tonalniy ham bo'ladi. Men bugun strelkalarni men Vivien Sabo qalamida korичневый, jigari qalamida bo'yayman. Qilaman, chizaman. Короче, 2 sekundlik ish, lekin xuddi shuni endi bu yoq tarafiga ham bir xil qilib chizish kerak. Bir xil menga uni kommentariyada yozib yuboringlar, chunki men vashi ko'rmayman. Kimdir qarab o'tiradim, ko'zimga kimdir aytadimi, strelkalari har xil chiqibdi deb. Shu bilan bo'ldi. Men ochkisiz bo'yanaman, meni zreniyam juda past. Makiyajimiz tayyor, sochimni ukladka qilmayman, chunki sochim ushamaydi. Endi давайте outfitni ko'rsataman. Rosa chiroyli, такой элегантный. Uni yana sumочкасы bor. Bizda все.